Assalomu alaykum barchaga. Mega kimyo 2023-2010 yillar. Demak, birinchi temamiz, birinchi mavzu moddaning agregat holati. Fizik va kimyoviy hodisalar. Demak, birinchi savol: moddalar orasida necha xil va qaysi agregat holatlar mavjud deb so'ragan. Endi biz bilamiz mumkin gaz, suyuq ham qattiq deb shunday agregat joylar bor deb qarashimiz mumkin. Endi 3 turli deb olishimiz kerak. Keyingi ma'lumotlarda 4-chi bir agregat joydan qo'shib bergan. Shuning uchun D varianti ma'qul deb bilishimiz kerak bo'ladi. Endi A varianti bu yerda asaq bo'ladi. Keyingi ma'lumotlarda biroq bizda plazma joyi qo'shib aytilgan. Shuning uchun D variantdan yaqin keladi. Biroq kitobda A varianti to'g'ri ekanligi tasdiqlangan. Endi kristal degan to'g'ri kelmaydi, amorf degan bu qattiq joylardan, qattining tarqalgan joylardan kelib chiqib turibdi ular. Mega kimyo 2023-2010 yillar. Ikkinchi savol: sublimatlanish deb qanday hodisaga aytiladi? Sublimatlanish deb qattiq holatdan to'g'ridan to'g'ri gaz holatiga o'tib ketiluvini sublimatlanuv deb aytiladi. Demak, bu yerda variantimiz bo'laverib A variant. Gaz holatdan to'g'ridan to'g'ri qattiq holatga o'tish bu cho'kpaga tushuv. Gaz holatdan suyuq holatga o'tish, gaz holatdan suyuq holatga o'tish bu kondensatsiyalanib hisoblanadi. Uchinchi, demak, gaz holatdan to'g'ridan to'g'ri qattiq holatga o'tish bu cho'kpaga tushuv, cho'kma hosil qiladi. Gaz holatdan suyuq holatga o'tish, gaz holatdan suyuq holatga o'tish bu kondensatsiyalanish deb ataladi. Hatto suyuq holatdan qattiq holatga o'tish, suyuq holatdan qattiq holatga o'tish bu qotish hisoblanadi. Demak, davom qiladi. Demak, variant A variant to'g'ri bo'ladi. Uchinchi so'rov: qaysi metall massalar qattiq agregat holatga ega degan. Demak, bu yerda qaysi metall massalar qattiq agregat holatga ega degan. Kislorod bu qattiq bo'la olmaydi. Uglerod qattiq bo'ladi. Kremniy qattiq bo'ladi. Yod qattiq bo'ladi. Bu variant to'g'ri bo'ladi. Brom, yod, xlor degan bu variant olmaymiz. Bu variantda bu variant smog, xlor, oltin gugurt degan. Smog umuman metal bo'ladi. Shunday variantdan to'g'ri kelmaydi. To'rtinchi savol: qaysi metall mas suyuq agregat holatga ega deb so'ralgan. Demak, oltin gugurt delingan, ya'ni kukurt. Bu kukurt qattiq bo'ladi. Bizga suyuq joyda so'ralyapti. Yod ham qattiq bo'ladi. Brom bu suyuq joyda bo'ladi. Metal emas. So'z javob to'g'ri. Smog ham suyuq joyda bo'ladi, biroq bu metal. Bizda metal emas degan so'ralyapti. Shuning uchun bu variantdan xato bo'ladi. Bu yerda variant C bo'ladi. Demak, 5-chi savolda istaymiz. Qaysi metall massalar gaz agregat holatiga ega deb so'ragan. Demak, vodorod gaz, kislorod gaz bo'ladi, yod qattiq bo'ladi. Burada da uglerod kirmaydi, qattiq. Brom, xlor, kislorod. Brom suyuq bo'ladi. Kislorod, xlor, vodorod. Demak, qattiq bo'ladi. Oltinchi so'rov: qaysi metal suyuq agregat holatga ega deb so'ragan. A varianti oltin gugurt, bu metal emas.
yod metalimiz, brom metalimiz, suyuq bo'ladi metalimiz. Demak, bu yerda smog. Demak, shu yerda bo'ladi. 7-so'rov. Quyidagi qaysi elementlarning gidritlari uchuvchan moddalar hisoblanadi delingan so'rovda. Demak, tipik metallarning gidroksidlari asos hisoblanadi. Metallarning gidroksidlari kislota hisoblanadi. Metallarning gidritlari qattiq moddalar hisoblanadi. Metal maslarning gidritlari bo'lsa uchuvchan hisoblanadi. Demak, bu yerda bizlar metal bo'lmaganlarni belgilaymiz kerak bo'ladi. Metallarni atasak bo'ldi variantda. Demak, A variantda natriy, B variantda kaliy, D variantda kalsiy bor. Shu S bo'ladi. 8-so'rov. Quyidagi deydi, qaysi elementlarning gidritlari uchuvchan moddalar hisoblanmaydi deb so'ralgan. Demak, metallarning gidritlari qattiq zatlar bo'ladi, ya'ni qattiq zatlar hisoblanadi. Al metal emaslarning gidritlari bo'lsa uchuvchan moddalar, ya'ni uchuvchi zatlar hisoblanadi. Demak, bu yerda qaraydigan bo'lsak, uchuvchan moddalar hisoblanmaydi. Uchuvchan moddalar kimlar hisoblanadi? Metal emaslar hisoblanadi. Bizga hisoblanmaydigan so'ralibdi. Demak, metallar topimiz kerak ekan burada. Kalsiy, kaliy, natriy. A variantining o'zida metallar keltirilgan. C variantda uglerod, azot, ular hammasi uchuvchan moddalar hisoblanadi. Bizlardan hisoblanmaydi so'raladi. D variantda uglerod bor. Bu variantda fosfor oz qoldi.